O'rtoqlar, uzun marketda 1 yil savdoni boshlab 1 million minusga kiribdilar mana. Ko'rishingiz mumkin sizlar 1 million minusga kirgan. Ya'ni bularda taxminan 10 tachami do'konlari bor. Bular bilan xudo xolasa mana onlayn darsni boshladik shu inson bilan. Hozir yangi do'kon ochdik bular bilan birgalikda. Ya'ni oldingi do'konlarni shundoq yopganmiz-da. Ya'ni bu minusga kirib ketgan. Endi bu tajribasiz yo amaliyotsiz yoki analitikasi kirganliklari uchun mana shunaqa etapga kelganlar. Ya'ni minusga kirib ketganlar. Shuning uchun biz barcha do'konlarni yopdik-da, yangi do'kon ochdik. Ya'ni mana bu Feruza Shop degan do'konimizni ochdik. Bu yangi do'kon, bironta mahsulot joylashtirilmagan hali. Mana ko'rsak bo'ladi. Mahsulotlar bo'limi bo'sh holatda turibdi mana. Qo'shishimiz mumkin birinchi mahsulotimizni. Xudo xohlasa, shu inson bilan onlayn darsni boshladik. Tez orada natijalarni bo'lishib boraman. Ya'ni 1 million minusdan olib chiqamiz bu insonni va savdolarni real tartibda sizlarga ulashib boraman. Siz ham uzun marketda kirishdan oldin mana shunaqa xatoni qilmang. Ya'ni tovar analiz qilmasdan, tajribasiz yoki qaysidir insonning gaplari bilan qaysidir insonni mana shu tovar zo'r ketadi degan gaplariga ishonib qolib, uzun marketga kirib, ham soliq tomonidan minusga kirib, ham uzun market bazasi tomonidan minusga kirib yurmang. Uzun marketda savdo qilish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Men sizga barcha ma'lumotlarni o'z profilimda yoritib ko'rsatib boraman.